Assalomu alaykum. Hammamizga kamida mana shunaqa remontlarda o'tirish, mana shunaqa remontni qildirish nasib etsin. Niyat qilganlar like bilan podдержка qilasizlar. Biz esa obzorni boshladik. Ko'rishlaringiz mumkin, ushbu obyektimiz raycentrda joylashgan. Bo'lmasa ishlarni tugatib oldik. Lyustrasi qolgan, xudo xolasa. Ko'rsatib o'tamiz. Kattalar yotoqxonasi, qanchalik remontlarimiz ideal chiqqan, bitta kommentariyada fikrlaringizni qoldirasizlar. Xo'sh, sanuzul qismimiz, kafellar bitta alohida tema, patologimiz parящий profil, натяжной bo'lgan bitta alohida tema. Детская komnata. Ortiqcha narsa yo'q. Ko'rishlaringiz mumkin, minimalizm stilda qilib berdik. Eshiklarimiz alohida tema, patologimiz magnitli trey qilib berdik, minimalizm stilga. Xo'sh, bu yerda esa kuxnya zonamiz. Bu yerda TV zona, mini TV zona qilib berdik. Bu yerda esa kuxnya zonamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, qanchalik uyimizga yarashgan ranglar, eng oxirgi trenddagi ranglardan qilib berdik. Emulsiyalarimizni ham eslatib o'tamiz. Dio firmasiga tegishli, juda ham sifatli, eng oxirgi trenddagi emulsiyalardan qilib berdik. Bu yerda esa glавный zal. Ortiqcha narsa yo'q. Ko'rganlaringizdek, TV zonamizga bitta alohida baho berasizlar. TV zonamizni qilgan ustamizga bitta like qolamiz. Hammamizga shunaqa remontlar nasib etsin. Kuzatishda davom etinglar. Biz har doim harakatda. Salomat bo'linglar.